Ancha vaqtdan beri ko'rmay qo'ygandim. Ishlar ko'payib ketayotgandi. Bilasizlar, Xudo xolasa yaqin orada nasib bo'lsa, keyingi hafta, ya'ni keyingi hafta deganim 18-19 noyabrga qarab o'zimizni statsionar davolanish ham yo'lga qo'yiladi. Bugungi videodan maqsad sizlarga bitta narsani aytib o'tib ketish. Chunki meni bemorlarimni bitta xislati bor, menga yo'qmaydi. Mo'jizalarga ishonishadi. Mo'jizaga. Qanaydir hozir mo'jiza bo'ladi, tuzatib qo'yadi kimdir. Qanaydir bir sehrli mo'jizaviy dori bor-ku, ichadi, yaxshi bo'lib qoladi. Qanaydir bir sehrli joy bor-ku, o'sha yerga borsa bir qanaydir yoki yaxshi bo'lib qoladi. Hammasi safsata, hammasi bo'lmagan gap. Birontasiga ishonmaydi. Hech qanaqa sehrli dori yo'q. Sizni o'zgartirib qo'yadigan unaqa dori yaratilmagan. Internetda dorilar chiqib qoladi. Juda ko'p reklamalarda ishsiz juda bir ming dardga davo. Ichsiz bo'lib, hamma kasalligingiz yo'qoladiganday bir reklama qilishadi. Unaqa dori yo'q. Misol uchun haqiqatan zo'r deb e'tirof etilgan dorilar ham, masalan, tibbiy, ilmiy mana shu tadqiqotlardan o'tgan dorilar ham ma'lum bir guruh kasalliklarga ta'sir qiladi. Qon aylanishingizni yaxshilashi mumkin. Misol uchun, yallinashga qarshi kuchli ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, yoki qonni suyultirishi mumkin. Ba'zi birlar haqiqatan ilmiy tadqiqot qilinganda isbotlangan. Qaysidir bezni sekretsiyasi, gormon sekretsiyasini oshirishi mumkin. Va biz mana shu bitta bunisi mana bu yoqqa ta'sir qiladi, bunisi bu yoqqa ta'sir qiladi, bunisi bu yoqqa ta'sir qiladi deymizda, yig'ib kombinatsiyada birgalikda ta'siri qanaqa bo'ladi, o'shalar o'rganilib kombinatsiyada qo'llaniladi. Ya'ni bitta dori hamma narsani qilib bermaydi. Lekin internetda shunaqa chiqadi. Neurosilim, perosilim, yana bir balobattar dorilar bor. Laminafarinmi, nima degan dorilar bor. 1 tiyinga qimmat. Ichasiz, vaqtinchalik yaxshi bo'lasiz. O'zingiz endi erishdingiz shu narsaga. Siz haqiqatan sehrli oldingiz, shu dorini oldingiz, ko'zingizda, shu miyangizda o'zingizga platsebo effekti boshlanadi. O'zingiz ishontirish, bo'ldi, endi sog'ayaman deganda, o'shani kayfida qo'pol qaytganda bir 3-4 kun yaxshi yurasiz, dorini ichib. Dorini to'xtatganingizdan so'ng yana sekin boshlanadi. Yoki umuman ham sezilmasligi mumkin, ixlosingiz baland bo'lmasa. Keyingisi, kimdir sizni tuzatib qo'yaman deyishi mumkin. Davay, keling tuzatib qo'yaman, davay mana buncha pulni sanang. Mana shuncha pulni sanasangiz, men sizni tuzatib qo'yaman. Bo'lmagan gap. Hech qanaqasiga iloji yo'q. To'g'ri, u boshqa dardingiz bo'lsa, tizingizni misol uchun jarohati bor, ko'richak bo'lib qoldingiz, misol uchun yoki figurangizni to'g'rilatmoqchisiz, qomatingizni. Unda to'g'ri, bu moddiy narsa. Buni qilsa bo'ladi. Ya'ni ustasi, ya'ni usta bor-ku, randalaydigan, misol uchun pol qoqadigan, shifer qoqadigan ustalar bor. Xuddi bu ham ustachilikka o'xshagan narsa. Tishingizni to'g'rilaydi misol uchun. Ustachilik bu ham. To'g'rilab, kesib, ulab joyiga qo'yadi. Xirurgiya ham shunaqa ustachilik. Svarkalab, kerak joyini tikib, mana shunaqa qilib beradi. Bu moddiy narsa, buni qilsa bo'ladi. Lekin ruhiyatga hech kimni qurbi yetmaydi. Payg'ambar, avliyo inson bo'lmasa agar qurbi yetmaydi. To'g'risida. Chunki bu qalb ilmi, bu ruh ilmi, bu bizga xos emas. Buni ilmi Xudoga ayon. Shifo beradi. Shifo ham Xudo ham taolo sizga ma degandan berib qo'ymaydi shifoni. Kimdir sababchi qiladi. O'shani aytganini qilasiz. Kimdir sizga bir nimanidir o'rgatib yuboradi. Mana shuni siz amalga qo'llab yaxshi bo'lib qolasiz. Osmondan tarasha tushgan deb paq deb yaxshi bo'lib qolish juda ham kam. Bo'ladi, unaqa ham bo'lgan to'g'risi. Osmondan tushgan deya emas, haqiqatan birdaniga bir holat bo'ladi-da, bir kuchli shok holatga tushadi-da. Birdaniga o'ziga o'zi miyasiga shunaqa fikr keladi. Masalan, uchun nevrozda yuribdan o'laman deb. Kimdir haqiqiy misol uchun kasallik ko'rib qoladi, birdaniga miyasiga uradi. Mana bu kasal edi. Yurishini qara, men o'zim yurishimni qara deydi. O'ziga o'zi birdaniga kuchli fikrlar yoradi. O'sha vaqtda birdan miyada haqiqatan bir kuchli ta'sir bo'lib, o'ziga kelib oladiganlar ham bo'ladi. Lekin shunda ham kimdir sababchi bo'lib, misol uchun, o'shanda miyada kuchli shok holati kelyapti. Chunki miyani programmalarni o'zgartirishning usuli bu shok holati ham qo'llaniladi, lekin u hammada har xil. Kimdir dabdalasini chiqaradi shok holatga tushsa, kimdir misol uchun yaxshi ta'sir qilishi mumkin. Shokuy terapiyalar bor, maxsus. Biza qo'llaydigan usul, masalan, men qo'llaydigan usul, men YouTube'da ham aytaman, doim aytib kelaman. Men sizlarni davolash qo'limdan kelmaydi. Men sizlarni davololmayman. To'g'risida, men sizlarni tuzata olmayman.
tuzating, menga hayotimni qaytarib bering, meni o'zgartiring deydi. U meni qo'limdan kelmaydi. Men qanaqa o'zgarish yo'llarini o'rgataman. Sizni shaxsiyatingizdagi menga mana konsultatsiyaga kelganlar bo'lsa, xohlasanglar yozinglar. Jonli yangi ko'rayotganlarga dalil bo'ladi, chunki har bir narsani dalil bilan tekshirib ko'rish kerak. Kelganda men bunday qilib hech kim o'zgartirib qo'ymaganman. Keladi, eshitaman, xatolarni aytaman. Mana bu yerda bunaqa xato qilgansiz, mana bu yerda bunaqa xato qilyapsiz. Mana bu narsani bunaqa qilishingiz kerak, buni bunaqa qilishingiz kerak va qo'shimchasiga mana bu dorilarni ichasiz. Va mana bu mashqlarni qilasiz. Bo'ldi. Mendan bir mo'jizaviy narsa kutmanglar. Mo'jizaviy narsa kutmanglar. Mana shu terapiya o'rtacha 1 soat vaqt oladi. O'rtacha 1 soatga yetmasligi mumkin. Bemorni tushunishiga qaraydi. Tushungan bir yarim soatlik konsultatsiya oladi ba'zi. Yarim soat kim bormaydi. Tushunadi, bo'ldi tushundim deydi. Aksincha ana shu kamroq konsultatsiya olayotganlar tezroq tuzaladi. Chunki tez tushunadi-da. Bizning kasallikdan tuzalish uchun bemor mana bu tushunib yetish kerak. Mana bu tushunib yetsagina o'shanda o'zgaradi. Hech qanaqa mo'jiza yo'q bu dunyoda. Mo'jiza bu sizning ichingizda. Sizni mana shu fikrlaringizda, mana shu fikrlaringizni tartibga sola olsangiz, mana shu fikrlar sizning hissiyotingizni to'g'rilay oladi. Faqat bu uchun vaqt kerak bo'ladi. Chunki buning sababi genetika hammada har xil. Kasallik darajasi hammada har xil. Chuqur o'rtaligimiz uchun. Muhit hammada har xil. Dorilarga sezuvchanligi hammada har xil. Ko'p narsa hammada har xil. Shuning uchun tuzalish ham hammada har xil bo'ladi. Kimdir tezroq, kimdir sekinroq. Lekin harakat qilgan odam tuzaladi. Tuzaladi albatta. Misol uchun meni genetikamda zalga borib figuramni to'g'rilamoqchi bo'lsam, qomatimni, meni genetikamda agar mushak o'sishi sekin bo'ladigan bo'lsa, genetikasi yaxshi inson bilan trenirovka qilsa, ikkalamizdan bir xil trenirovka qilamiz, lekin u ko'chib boraveraman, sekin o'zgaraman. Nevrozda ham shunaqa. Agar kimnidir tafakkur, aqli, zehni kuchli bo'lsa, hissiyotini kontrol qila oladigan zo'r bo'lsa, ikkalasi ham bir xil mashq bersa, bu tez ketadi. Bu sekinroq ketadi. Hammada har xil. Bu deganingiz tuzalmaydiganimiz, bu endi ko'proq ishlash kerak. Mana bu zalda misol uchun genetikam yaxshi emas, ko'proq tosh ko'tarishim kerak. U 3 oyda erishadigan natijaga men 6 oyda erishaman. Shunaqa degan. Lekin bo'laman men ham ko'chak. Siz ham tuzalasiz, faqat vaqt kerak. Lekin meni bemorlarim birdaniga tuzalib qolish kerak. Shup bitib ketishga 1 hafta yo 10 kunlik kursga qatnashdim, bo'ldi, yaxshi qolish kerak. Unaqa bo'lmaydi. Mana shu 10 kunlik kursga qatnashganlar ham kamdan kam inson yaxshi bo'ladi va men 10 kunda yaxshi bo'lib qoldim, 2 haftada yaxshi bo'lib qoldim, 1 haftada yaxshi bo'lib qoldim deydi bemorlar. Ishonmayman hech qaysi biriga. Hech qaysi biriga ishonmayman. Qachon ishonaman? Yaxshi bo'lib 3-4 oy, 5-6 oydan beri yaxshi yurgan bo'lsa, ana unda ishonaman. Chunki meni qabulimga ketgandan keyin doktor zo'r bo'ldim, yengil bo'ldim deydi va maza qildim deydi. Siz bilan suhbatlashib, ancha qo'yyor deydi. Xo'p, yaxshi. Yana bir 4-5 kundan so'ng bir stress bo'ladi-da, doktor sal boshlanyapti deydi. Boshlanadi, bu tabiiy hol. Men sizni tuzalganingizga ishonmayman deyman. Dangalni aytaman, chunki realist bo'lib, vaziyatni to'g'ri, real baholasa bu yaxshi. Tuzaldim deb osmonlarga uchib, keyin yana o'sha stressga bitta to'qnashganingizdan so'ng kirib ketishingiz bu tuzalish degani emas. Tuzalish degani o'sha siz nima qo'zg'atyapti? Misol uchun odamlar orasiga kirishdan qo'rqyapsiz. Odamlar orasiga kirib, to'ylarga borib yurganingizda hech narsa parvoziga kelmasa, mana shu tuzalish degani. Lekin odamlar orasiga kirmasdan qochib yurishingiz bu tuzaldingiz degani emas. To'g'risi-da? Tuzalish siz o'zingiz noqulay his qilayotgan joylarda, noqulay his qilayotgan vaziyatlarda o'zingizni maza qilib his qilishingiz. Mana shu tuzalish degani. Qochib yurish tuzalish degani emas. Bu uchun bilim kerak. Bu uchun mana bu miyada informatsiya ko'payishi kerak. Miya yangi informatsiyani o'zida o'rnatib, bu narsani o'ziga o'rnatib, uni amaliyotda qo'llay olish kerak. Bu narsa vaqt talab qiladi. Maktabga borganingizdan, qo'lingizga ruchkani bergandan yozib ketmagansiz, alifbe kitobini bergandan sharhlatib o'qib ketmagansiz. Sekin-asta o'rganasiz. Bu ham o'rganish, ya'ni miya o'rganish kerak hissiyotni kontrol qilishga. Mana shu uchun ham 10 kunlik kurs tashkil qilinganda onlayn va endi xudo xolasa statsionar sharoitda mana shu offlayn bo'ladi. Ham yotib davolanasiz. Muolajalarni ham olasiz. Ovqatlanish, fizioterapiya hammasi va albatta har kuni endi soati noma'lum, hozircha o'rtacha 2 soat deyamiz.
o'rtacha 2 soat psixoterapiya bo'ladi. Hammasi jam. Sizni miyangizni egovlash uchun, sizni miyangizni ana shu to'g'ri informatsiyani tiqish uchun hammasi qilinyapti. Chunki quruqdan quruqqa yotib davolanganingiz foydasi yo'q. Bu kasallikdan qutulishning yagona yo'li buni tushunish, anglash va xatoingizni tushunib uni o'zgartirish. To'g'ri yo'lga o'zgartirish. Mana shunda o'zgarasiz. 10 kunlik misol uchun yotganingizda sizga qanaqadir psixologik topshiriqlar berishi mumkin. Ko'chaga chiqa olmayapsizmi, ko'chaga chiqib keling deb misol uchun vazifalar berilishi mumkin. Endi bilmayman hali. Bu hali nima desam, tasavvuriy, hali real hayotda qanaqa bo'ladi bilmayman. Shuning uchun hammaga men unaqa qilaman, bunaqa qilaman, yoraman deb kafolat bermayman. U amaliyotga qo'llanilsa, xudo xolasa ochilsin, bir haftadan so'ng ochiladi. Nasibda keyingi hafta chorshanbalarga qarab 17-18larga qarab ochilsin. Biz boshlaylik. Narxlar ham xudo xolasa e'lon qilinadi. Telegram kanalida e'lon qilinadi. Telegram kanalida yozib qoldiraman. Mana shu hozir yozuvda Telegramdan qidirsangizlar, kanal chiqadi. Mana shu kanalga bitta bossangizlar, o'tasizlar, o'sha yerda to'liq kurs haqida, narxlar haqida, yotib davolanish, nima hammasi ma'lumot beriladi. Ishlab chiqilyapti hammasi. Shuni bilinglar. Men sizlarni misol uchun qanaqadir bir 10 kunlik qanday tuzatib yuboraman, unaqa qilaman, bunaqa qilaman demaganman, demayman ham. Qo'limdan kelmaydi. O'rgataman. Agar men aytganlarni amaliyotda qo'llab tushunib borsangiz, unda natija bo'ladi. Chunki hamma aytadi menga, boshida yomon bo'lganman. Nevroz boshida yomon bo'lganman, endi nisbatan yaxshi deydi. Nimaga? Chunki nevroz bilan yashashni o'rganyapti, miya tushunyapti bu narsa yomon emasligini, o'lib qolmasligini sekin-asta tushunib, nisbatan simptomlar kamayyapti. Ana shu narsani bilimni biz yanada kuchliroq bilim bersak, miya tushunib yetadi. Ana endi qo'rqadigan narsasini meni vazifam. Siz qo'rqadigan mana buncha narsani ko'ryapsiz, qo'rqinchli deb, men sizga buni aslida tushuntirib, aslida qo'rqinchli emasligini, arzimaganga narsa ekanligini miyangizga tushuntirib berish. Mana shuni siz tushunib olib, ongiz miya tushunib olgandan so'nggina u qo'rquv, xavotir, vahima siz uchun arzimagan bo'lib qoladi. Yuzlashganingizda ham parvozi kelmaydigan bo'lib qoladi. Meni vazifam shu, lekin bu uchun vaqt kerak bo'ladi. Sekin-asta moslashib, dori-darmon, boshqa zarurat bo'lsa o'shalarni ham qo'llab yaxshi bo'ladi. Chunki u klinikada xudo xolasa boshqa mutaxassislar ham bor. Agar organik boshqa sababingiz bo'lsa ham boshqa mutaxassislar ko'rigi ham albatta bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi niyatda boshlayapmiz. Insonlarga shifo bo'lsin. Hamma kelgan odam quruqdan quruqqa yotib ketmasdan sog'ligi bo'yicha har tomonlama maslahat olsin degan niyatda boshladik. Xudo xolasa kelsangizlar, agar kim kelmoqchi bo'lsa, kutib qolamiz. Telegram kanalda ma'lumot beriladi. Shuning uchun mo'jizaga ishonmang. Xo'p, mana bizga hozir mo'jiza aytganim yo'q. 10 kun ichida men sizga o'rgataman deyapman, tushuntiraman deyapman. To'g'ri, tanangizni dorilar bilan to'g'irlaymiz, u meni vazifam. Lekin miyangiz bu men aytgan narsani olish, o'qish, uqmaslik bu sizniki. Men beraman ma'lumotni, xohlang o'qing, amaliyotda xohlang osmonga uchirib oling. Bu sizniki. Xo'p, shuning uchun mo'jizalarga ishonmasdan bo'ldi. Hamma narsa o'zimizga bog'liq, o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Bu kasallik biznikimi? Demak, tuzalish uchun biz harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Hammaga rahmat, sog', salomat bo'ling.